Alo. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azimjon aka, siz bilan bog'landikmi? Ha, Sog' va salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Allohga shukr, yaxshi, rahmat. Ayni daqiqalarda biz sizni Shohona tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Rahmat. Avvalambor bugungi shukronalik, shodiyonalik kuningiz, tavallud ayyomingiz munosabati bilan Shohona tabrik loyihamiz ijodkorlari nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Tilaymiz suvdek musaffo hayot. Hech qachon rejalar bo'lmasin barbod. Tilaymiz sizga poyonsiz baxtni, aylangsiz qabul ushbu tabrikni. Rahmat, Allohga shukr. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, e'zozlovchi yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga oz bo'lsa-da xursandchilik ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Oila a'zolarimdagilar, ota-onamlar, opa-singillarim, jigarlarim bo'ladi. Albatta, qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz mana shunday surpriz tabriklarini? Opa-singil jigarlarimdan ko'proq kutyapman. Chunki o'zim ham musofirman, musofir yurtda, otam ham musofir yurtdalar. Shuning uchun ko'proq opa-singil jigarlarimdan. Albatta. Ismlarini ayta olasizmi? Otam Gulruh, Guljahon, singlim Zarnigor. Shular nomidan bo'lishi kerakda. Albatta, adashmadingiz. Siz juda ham baxtli inson ekansiz. Bugungi shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz chin yurakdan samimiy muborakbod etib qolishibdilar. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi singiljoningiz Zarnigor opamiz nomlaridan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat. Salomat bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Singlingiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Hozirda musofir yurtlarda bo'lsangiz ham siz uchun atalgan o'zlarining samimiy dilizhorlarini yo'llab qolgan ekanlar. Ijozat bersangiz ushbu dilnomalarni siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Mayli, rahmat. Ushbu dilnomani singlingiz nomlaridan qabul qilasiz. Akalikni oqlagan akam, xato qilsam do'qlagan akam, men beboshni o'nib o'ssin deb